Qarshi shahrining markazidan, ya'ni Vatanparvar bog'ining yonida, birda yo'lning ustida joylashgan uyimiz sotuvga chiqyapti. 4 qavatli domni 3-qavatda joylashgan bir xonali 57 kvadrat metrdan iborat bu xonadonimiz juda ham ajoyib narxda. Narxini oxirida aytaman, oxirigacha ko'rsangiz, endi to'liqroq tushuntiradigan bo'lsak, asosiy eshigimizga kirishimiz bilan pirixoshkalarimiz, kengina va pirixoshka mebellar, ko'rgan narsalar hammasini tashlab ketishadi. Bu tarafda, ya'ni kirishimizdan chap tarafda sanuzorlarimiz joylashgan, sanuzorlarimiz bitta joyda joylashgan va bu tarafda oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Bu yerda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Duh konturli kotellar o'rnatilgan bo'lishi kerak. Hozir izlab topib ko'ramiz. Mana bu yerda duh konturli kotellar o'rnatilgan va bu tarafda balkoni bor. Balkondan ko'rishingiz mumkin. Vatanparvar bog'i, ya'ni birda yo'li ko'rinib turibdi. 3-qavatda uy izlaganlarga bu videoni jo'natib qo'ysalaring bo'ladi. Bir xonali uyimiz, bu yerda esa zal va narxi keladigan bo'lsak, narxini 360 million o'tib beradigan ozgina joy bor deyishdi egalari. Kelib bosib yoradigan joy.